Yil ham tamom bo'ldi. Umrimizning bir yili oqar suvdek o'tib ketdi. Xalq afsona va rivoyatlarida mehnat va shiddat yili bo'lib, go'zallik va intilish yili sanalgan ot yili ham ertaklar olamiga 12 yillik dam olgani ketdi. Taqdirimizda, aziz va mehribon xalqimiz taqdirida, Cumhuriyatimiz hayotida shiddatli o'zgarishlar yuz berdi. Xalq o'z vakillarini Oliy Kengashga sayladi. Prezidentlik boshqaruviga o'tildi. Cumhuriyatimiz tarixining oltin satrlari, Mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilindi. Bir so'z bilan demokratik kurash va intilish yili. Afsuski, dilimizda mangu jarohat qoldirgan fojialar ham yuz berdi. Lekin xalqimiz insoniylikni, mehr-muhabbatni, yaratuvchilik va mehnatni yanada e'zozladi. Yaxshi bilan yomonni ajratib ola boshladi. Navruz tarovatidan butun yorug' jahonni mehr-shafqat, go'zallik va insoniylikka to'ldirdi. Odob, axloq, e'tiqod tantanasi, Ramazon va Qurbon hayitlari keng nishonlandi. Umuman yaxshilik, qalbi poklik ila qilingan mehnatimiz tufayli hosilimiz mo'l, to'y marakalarimiz sarfayz bo'ldi. Cumhuriyat hukumatining qarorlari mehnatkash inson uchun xizmat qila boshladi. Cumhuriyatda o'zaro hamjihatlik sari intilish, butun kuchni ezgu niyatlar yo'lida birlashtirish g'oyalari olg'a surildi. O'tib borayotgan yil Cumhuriyatimiz hayotida shiddatli o'zgarishlar yili bo'lib, tarixda qoldi. Go'yo bir nafasda tamom bo'ldi yil, hatto charchamadi zang bosgan soat. Go'yo bir nafasda tamom bo'ldi yil, hatto charchamadi zang bosgan soat. Faqat sen charchading tulporim duldul, faqat men charchadim izlab farog'at. Faqat sen charchading tulporim duldul, faqat men charchadim izlab farog'at. Mehnatda bilmadim elimiz tinim, Navruzlar ulashdi mehriborini. Bir fikrlar yaraldi, taraldi dinim, oshkora aytarga ohzorin. Ba'zan olib qochding asov ot yilik, neler ağdan çocuğu, gohida yorishdi, goh tutan dilim, bosganda tashvishlar tog'idan ko'chib. Gohida yorishdi, goh tutan dilim, bosganda tashvishlar tog'idan ko'chib. Çopan misali yangi yil kelar,
oldida timsalar qator qator qo'y. Mangu boqiy xalqim omon bo'l yelim, ko'rganing quvonchu faqat bo'lsin to'y. Chopib o'tib ketding, qayt deb kutarman. Otmichal aslida ekan bir nafas, umid muruvvatin mahkam tutarman. Umrim soatlari urib tursa bas, go'yo cho'pon misoli yangi yil kelar. Oldida timsalar qator qator qo'y. Mangu boqiy xalqim omon bo'l elim, ko'rganing quvonchu faqat bo'lsin to'y. Go'yo cho'pon misoli yangi yil kelar. Oldida timsalar qator qator qo'y. Mangu boqiy xalqim omon bo'l elim, ko'rganing quvonchu faqat bo'lsin to'y. Mangu boqiy xalqim omon bo'l elim, ko'rganing quvonchu faqat bo'lsin to'y. Mangu boqiy xalqim omon bo'l elim, ko'rganing quvonchu faqat bo'lsin to'y. Bahor o'lkamizga Cumhuriyatimizning janubiy darvozasidan Termiz shahridan boshlanadi. O'zbekiston Fizkultura va sport qo'mitasi Termiz-Toshkent velopoygasini tashkil etdi. Sportchilar yo'l-yo'lakay yordamga muhtoj oilalar holidan xabar olishib, 5-kuni Toshkentga kirib keldilar. Uzluksiz televizion ko'rsatuv mehr-shafqat, mehr-muruvvat va insoniylik qo'ng'irog'i bo'lib bong urdi. 1990-yil 21-mart. Qulishlaring chiroyli, bog'imiz ochilib, turishlaring chiroyli. Hamma chiqardaligi. Meni ushlar tergan. Yig'iltirning birdasi. Ayamlarga bergan. Boychechak chiqdi, bugun Navro'z ekan. Hamma bir-biriga jigarso'z ekan. Boychechak chiqdi, bugun Navro'z ekan. Hamma bir-biriga mehribon ekan. Tanishada qancha yil? Ko'p yotdim. Necha yil? 1 yil, 2 yil. Yerga kelganingga qancha bo'ldi? 4 yil bo'ldi. Nimaga hozir yotib qoldingmi? Tuzalmayaptimi? Oyog'im tuzalmayapti. Yaram bitmayapti. Nima bo'lib yara bo'lgan? Avariya bo'lmaganmisan? Avariya oldim, keyin oyog'im ishlamaydi. Yara chiqdi. Keyin yara chiqdi. Shundan tuzalganing. Sen hozir nimalarni o'ylab, nimalarni orzu qilyapsan? O'qishlar. O'qimoqchimisan? Hozir necha yoshdasan? 12. Sen qanday tushlar ko'rasan? Pullarni ko'raman. Uydagilarni ko'raman. Sen odamlarga shu nima tilak tilagan bo'larding? Navro'z bayrami kelyapti. Yaxshi tilaklar bildirish odamlarning odati. Sen qanaqa tilak bildirasan? Rahmat opalar, katta rahmat. Shu baqqalarga ham rahmat, katta rahmat. Bayraminglar bilan tabriklaymiz. Pillaga barg uraman deb birdan shu tutib
Ayağım taydaga sinib ketib, belimga tushib, ustimdan yana boshqa shox tushib, shunday yiqilib, ustimni zinshib, belim mayda qilib yorgan. Belimni mayda qilib yorgan. 15 ta bolaga ham ota, ham yana bo'lib yotibman. Nimasini aytay? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Navro'zingiz, yangi yilingiz, yangi kuningiz muborak bo'lsin. Yana kelding qalbimning ramzi, yana kelding ming jilva bilan. Yana kelding, yasandi dunyo, dalalarga to'shaldi gilam. O'zbekiston, og'ushingda shonli bayramdir bugun. Ko'ksing ichra eng aziz orzularing jandir bugun. Yangra karnay, yangra surnay, sayragil oltin rubob, bepoyon vodiylaringda ayni ko'klamdir bugun. Bugun shodiyona, Navruz olam, orziqib kutilgan navbahor to'yi. Assalom yangi yil, assalom bayram, senga atalguvchi yuraklar kuyi. Ha do'stlar, Navruz sayllarini boshlaymiz. Uzluksiz televizion ko'rsatuvimizni boshlaymiz. O'tgan yili uzluksiz televizion ko'rsatuvdan 3 million so'mga yaqin mablag' tushgan edi. Asosiy mablag'lar har bir nohiyada tashkil etilgan xayriya jamg'armalari hisobiga o'tkazildi. Bu yerda o'rtoqlar ko'p ekan-ku, a? Kim bilan do'stlashdingiz endi? Hammasi do'stim, akalarim, ukalarim. Sog'liq qanday? Yaxshi. Tuzalay dedingmi? Ha, tuzaladi. Ana Navruz bayrami yaqinlashyapti. Siz biror kishini kutganmidingiz? Kelishadi deb o'ylaganmidingiz? Ha, o'ylagandim, dadaxonaga keladi o'yladim. O'lmas otamizga mana mashina oldik. Shu kartni topshiramiz, mashinamiz kartini. Marhamat. Xulluq, rahmat. Endi men bu kalitni oldim, juda xursand bo'ldim. Ha, xalqimiz saxovati quyosh misoli xasta dillarni yoritaveradi. Mehr muruvvatli kishilarimizga ta'zimlar bo'lsin. Xalqimiz ittifoq ko'rkam yashasın. Avlodimiz bari bekam yashasın. Yoshlarimiz quvnoq uqtam yashasın. Yoshlarning qalbida yagona tilak Navruz muborakdir, Navruz muborak. Toshkent oliygohlarida tahsil ko'rayotgan xorijlik talabalar ham biz bilan birgalikda Navro'zni nishonladilar. O'zbekiston Navro'z sayillarida Hindistonning Bombay Art Gruppa, Indian Magic Gruppa hamda Jumhuriyat ijodiy markazi bilan hamkorlikda xayriya tomoshalari ko'rsatdilar. Xonanda Sherqo'zi G'oziyev bilan hindistonlik san'atkor Ashok Bukhandari Hind-o'zbek Navrozida do'stlik belbog'ini mahkam bog'ladilar.
मन की गंगा अरे तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम हो गया कि नहीं। मेरे मन की गंगा अरे तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम हो गया कि नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम हो गया कि नहीं। Çaç olsun ketken papa. Gözüge cizre sürkege şapa. Lideden işten gel çıkırken trelebus. İçine adam dolup çözülüp ketken avtobus. Ben yazında ağzı açılmaya satılmaya koygan patinka. Bir vah piyaz yem köterelmeye sap üzülüp ketken kazinka. Oy, nima oldu? Shop oldu. Aytdim, ashla qo'pol yaptı. Bo'lmadi. Mana qara. Yengilag'idan ayt. Yengirog'idan. Xo'p, o'zi ham yor jog'imga og'irlik. Ha, yengilag'idan ayt. Anchada masga aytmaganimga yor sevirib qoldi. Ayt. Olma anori diye babaannem menemiş. Çeşmi kumari diye babaannem menemiş. Aslan sada bir mahluka hemmene hayran eylet. Aslan sada bir mahluka hemmene hayran eylet. Dan. Ustan sen kursun. Yana şuna papa. Yana şuna hop oldu. Qo'q ketdingizmi? Ho'kizda odam shuna hop qolasani qo'ymaymanmi? O'shancha aytaman-da bemalda stansiyaga Bo'ldi, chiqmaydi. stansiyaga chiqmayman. Bu ham bo'lmadi. Bir yengilrog'idan ayt. Sho'rog'idan ayt. Sho'rib turay. Sho'rman. Ketganim yo'g'ida, qoldirdi dilligimni. Yo'shiganim yo'g'ida, bitirdi yuragimni. Bog'im, ülkiganim qalbog'im. Bog'im, ülkiganim qalbog'im. Mana endi qalpog'i tushdi. Men bilib so'talmadim. Yo'q, kattaroq doktorga olib borib kerak. Qadim-qadimda bo'lganidek Qashqadaryoda ko'pkari uloq o'yinlari Navro'z sayllariga yanada ulug'vorlik kasb etadi. Jumhuriyatimizda ot o'yinlari qayta tiklanmoqda. Ekin-tikin arafasida ham hosil yig'ib olingandan so'ng ham barcha nohiyalarda uloq avjiga chiqadi. Yigitlarimiz, chavandozlarimiz o'z epchilliklarini, kuchli ekanliklarini namoyish qiladilar. Kishilarda ot ulovga qiziqish kuchaydi. Otni er yigitning qanoti deydilar. Ayniqsa tomorqalarda ot kuchining qanchalar muhim ekanligini aytib o'tirmasak ham bo'ladi. Umuman Navro'z qanotimizni qaytarib berdi. Tulporlar parvoz etsin. Buxoro viloyatining Qorako'l, Olot nohiyalarida tojik va o'zbek, turkman, qozoq, umuman butun O'rta Osiyo xalq san'atining birikib ketganligini tasavvur qilasiz.
mana bu ustunlar, mana bu o'ymakorlik bilan bajarilgan naqshlar usta Qodir avlodlari tomonidan, ya'ni mana Hasanjon tomonidan qilinyapti. Hasanjon mana usta Qodir avlodlari Qo'qonda ko'pchilik hanuz o'sha an'anani davom ettiryapsizlar. Men nazarimda mana shu gullaringizda bugungi Navro'z aks etgandek, o'lkamiz tabiati aks etgandek, shunday emasmi? Albatta, gapingiz to'g'ri. Biz ham endi shu chiroyli bo'lsin, xalqimiz go'zallikka erishsin deb qo'limizdan kelgancha yangilik yaratamiz, qo'limizdan kelgancha ijod qilamiz. Hozir mana shu shogirdlaringiz ichida nechta farzandga yoki shogirdlarga o'rgatyapsiz? Shu shogirdlarimiz hozir 10 ta. Ular ham mana shu hunarni o'rganib, shu ishni qilishyapti. Mana shu daraxtlar odamlarning mehri tufayli, odamlarning sehri tufayli yana ko'p yillar elga xizmat qiladi. U mana bunday imoratlarning ustuni bo'ladi. Shu kabi usta Qodir Haydarov avlodlari bugungi kunda ota an'anasini davom ettirmoqdalar. Men negadir usta Qodir Haydarovni mana shu chinorlarga aytish joiz bo'lsa, yiqilgan chinorlarga qiyoslagim keldi. Chinorlar umrini yashab yiqildilar-u, lekin ular ustun bo'lib, san'atimiz ustuni bo'lib, yaratuvchilik mehnatimiz ustuni bo'lib, umuman xalq amaliy san'ati, xalq buyukligi ustuni bo'lib, abadul abad butun og'ir yukimizni, san'atimizni ko'tarib turadi. Hasanboy, Labbay Maqsum aka. Navro'z bayramga dasturxon qilib keldingizmi? 3 kundan beri mana mehmonlar viloyatimizdan kelar ekan deb tayyorgarlik qildim. Nima tayyorgarlik qildingiz? Ha, ko'k samsalargacha tayyorlab qo'ysam nima dedingiz? Nima dedim? Munojotxonga borib olib jag debsiz. Hasanboy, Labbay Maqsum aka. bo'ladigan somsa bo'ladigan tutib beradigan aytib oling-da uka. Araz bo'yidan bir ko'katni yuyib o'tiribsiz, bu ot quloqda. Siz taom tayyorlasangiz Navro'zga yarashadiganini qiling-da aka. Barakalla. Ilgari ham tayyorlab bola chaqangizga olib ketib qo'ygansiz. Qandoq? Ulam akam hapol o'tiribdi. Nima de? Menga kelin machin demadi deb. Maqsimda qarang qilgan ishini. Nima bo'ldi? Sumalay vaqtida o'ynab yurishdan o'rniga uxlab qolibsiz. Rahmat. Qovog'ingizga choplab qolsa 3 kunga dori ochanmay yurdingiz. Bo'lam aka. Ha, nima deysiz? Mana shu sumalakka buydi, bug'doyni undiradi. Ko'rganmisiz? Ko'rgan mana. Ko'rgan bo'lsangiz bugun kechasi men uxlamay kuni yanchib beradi. Ey Maqsum aka. O'sha bug'doyni yanchiganda odamlar hayron bo'lishadi-da, Navro'zga kelganlar. Nima deydi? Ye G'ulomma Hasanboy erasining o'rniga ish qilyapti deydi. Bu sumalak undirgani bug'doyni G'ulom akam sizdan oluvdimmi? Mendan olgan edi. Chata bo'pti. Nimaga? 70% unmabdi. Ye? Shunga xafa bo'lyapti. Nima gap bo'ladi? Boshqa joydan olsam bo'lar ekan, Maqsumnikiga qurt tushib qolgan ekan. Zakiyada ko'p turgan bug'doylar Zakazinoda Semun tepasida qolgan edi. Uzoq turib qo'ygan. O'shaning uchun G'ulomja ikkovingiz komissiya qilib chaqirdimmi, qo'lingda quruq o'sab ketdi. Hasanboy,
Labbay. Sumalakka Mahsumdaqa ustasi yo'q dunyoda. Barakallah. Men o'ndirib qo'yib olib borib ko'rsatdim. Endi sumalakka yaroradimi desam yo'q deydi. Nima deydi? Mana shu deydi, g'arishga kelganda solasan deyapti. Ulamjon aka, uni g'arishga kelganda solganda ham foydasi yo'q. Nimaga? Siz rost mana o'smirim bolalardan kavlatasini aytishadi. Muattar sumalaklar, Navruz navosin kuylar, momolaru malaklar, toshdan gullar sochildi, shimarildi bilaklar, ko'ngillarda ko'z ochdi, yangi tilaklar, qushlar tilida sho'x she'r doston gulladi. Kat ekib do'stlar bog'lar yaratsak, har xil mevalarni elga taratsak, mehnat nigohini yerga qaratsak, shon shavkatimiz ortadi demak, Navruz muborakdir, Navruz muborak. Xalqimiz Navro'zni nishonladi. U tiklanayotgan adolat ramzi bo'lib, mustaqillik va hurlik odimi bo'lib, ezgulik va hayot muqaddasligi belgisi bo'lib, ona yurtimiz tabiati e'zozi bo'lib, birlik, hamjihatlik ovozi bo'lib, bu og'ir zamonamizda dillarga shodlik, yaxshi kunlarga umid, tinchlik va osoyishtalik, xurramlikka intilish ramzi bo'lib aks sado berdi. Inson qadr-qimmatining, e'tiqod qudratining nishoni bo'ldi. Qalbimiz yayrasin gullar tojidek, saxovat yuz ochsin inson kaftida. Odamzod qadri ham olam tojidek, adolat yuz ochsin Navruz taftida. O'lkan bog'larida gullayver bodom, tark etma bizlarni Navro'zi olam.